اللهم وفقني لبيان ما يحتاجون الحاضرون إليه أما بعد. Allah tabarak ve taolaga hamdu sanolar bo'lsin. Rahmatan lil alamin bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. Allah tabarak ve taolo har birlaringizni qadamlariga hasanat, ajrlar nasib qilsin. Alhamdulillah, Allohga yana bir bor hamd aytamiz ki bizlarni bir Ramazonni o'tkazib bir bayramga yetkazdi. Bayramni ham o'tkazdik alhamdulillah. Mana yana darslarimizga boshladik. Aslida o'tgan hafta dars boshlagan edik, lekin ozgina kamroq odam bo'lgani uchun hasbi hol qildik. Ya'ni darslar qanday o'tdi, qanday o'tyapti, kim nima o'rgandi, shu ma'noda o'tgan hafta ozgina gaplashgan edik. Bilasizlar, Ramazondan oldin aslida 2024-yilni shu o'rtalaridami desak, sirat darsiga boshlagan edik. Ya'ni payg'ambarlar tarixiga boshlagan edik. Bu yerda ya'ni Qur'onda zikr qilingan, hadis shariflarda ismlari zikr bo'lgan butun payg'ambarlarni hayotlarini o'qib o'tdik alhamdulillah. Va oxirida Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hayotlariga boshlagan edik sirat darsiga. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hayotlarini albatta ki biz aytib va yo o'rgatmoqchi bo'lsa ham umrimiz balki yetmaydi. Lekin qo'ldan kelganicha qanchaki tovoni qudratimiz bor bo'lsa, o'shanchalik Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning hayotlaridan o'sha muhim joylarini mi desak va yoki hayotlarini har bir lahzasi biz uchun juda ham muhim. Lekin o'sha ba'zi nuqtalarki bor, juda ham ko'p kerakli, balkim kundalik mavzular uchun aytyapman. Bizga juda ham ko'p kerakli bo'lgan, zarur bo'lgan voqealarni qo'ldan kelganicha aytishga harakat qildik, o'qib berishga harakat qildik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni tug'ilgan vaqtlari, tug'ilganlaridagi bo'lgan hodisalar, undan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'sha bolalik paytlari qanday o'tgan edi, u mavzu bilan aloqali o'sha bolalik paytlaridagi bo'lgan voqealar, mo'jizalar bilan aloqali darslar qilgan edik. Undan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'sha 24-25 yoshlarda, ya'ni uylangan vaqtlari, uylanmasdan oldingi holatlari, ularni ham alhamdulillah dars qilib o'tdik. Payg'ambarlikdan keyingi davralari, payg'ambarimizga payg'ambarlik qanday berildi, u mavzularni ham alhamdulillah dars qilib o'tdik. Nima uchun bularni zikr qilyapman? Ya'ni sizlarni aslida siratga da'vat qilyapman. Siratni o'qishimiz kerak. Nima uchun? Chunki bir inson birini sevaman deb iddao qilayotgan bo'lsa, tanimadan sevishi mumkin emas. Biz sabablar dunyosida yashaymiz. Bitta narsani qancha ko'p tanisak, o'shancha ko'p sevamiz. Ya'ni inson tanimagan narsasini, bilmagan narsasini dushmani bo'ladi. Shuning uchun har bitta narsani bilishimiz, bilib, tanib, ko'rib sevishimiz kerak. Kim aytayotgan bo'lsa-ki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sevaman desa, uni qanchalik sevishini qayerdan bila olasiz? Qancha sirat bilishidan bila olasiz. Bir inson qancha sirat biladigan bo'lsa, o'shancha Rasulullohga bog'liq bo'ladi. Bir inson Rasulullohning hayotidan qancha xabardor bo'lsa, sevgi, muhabbati o'shancha ko'payadi. Bu sevgi, muhabbat iymonga ta'sir qiladi. Bir inson qancha ko'p Alloh va Rasulini sevayotgan bo'lsa, o'sha insonda iymon kuchli demakdir. Agar u insoniki Alloh va Rasulini tanimayotgan bo'lsa, u insonda iymon zaif demakdir. Shuning uchun agar biz Rasulullohni sevganligimizni isbot qilmoqchi bo'lsak, bizni sirat o'qishimiz kerak. Har bir insoniki sirat o'qimasdan, Rasulullohning hayotlarini o'qimasam, o'qishni bilmayotgan bo'lsam, eshitib bo'lsam, sirat o'rganmasdan, Rasulullohni tanimasdan men sevaman deyotgan bo'lsa, u inson yolg'on aytadi. Chunki tanimasdan sevib bo'lmaydi. Bir inson ko'radi, Rasulullohni biz ko'rmaganmiz. Qayerdan taniy olamiz? Siratdan taniymiz. Tanib sevamiz. Unda biz tanib, ko'rib, sevgan vaqtimizda u sevgi boshqacha bo'ladi. Shuning uchun men bu yerda sirat haqida aytyapman.
ki agar bugungacha o'qimagan bo'lsak, inshaalloh bugundan boshlab Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning hayotlarini, ya'ni bir siyrat kitobi olib boshlaylik. Tug'ilganlaridan boshlab to vafotlarigacha bo'lgan davrni inshaalloh o'zimizga dars qilib olaylik. Biz bu yerda dars qilamiz, bu yerdagi bizning maqsadimiz nima? Hammaga boshdan oxirigacha to'liq biz siyrat darsi qilib bera olmaymiz, chunki vaqt yo'q, vaqt kam. Boshqa mavzular ham aytishimiz, gapirishimiz kerak bo'ladi. Lekin biz bu yerda ozgina bo'lsa ham mazasini tottirib ko'ramiz, sizlarga tottiramiz, toki siz borib uni o'sha olgan mazangizni boshqa yerda inshaalloh ikmol qiling, takmil qiling degan ma'noda. Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning hayotlarini ham biz shu ma'noda sizlarga dars qilyapmizki, o'rganing ozgina bo'lsa ham, keyin borib siratni o'qing degan ma'noda. Alhamdulillah, o'tgan hafta bu yerga kelgan jamoatdan ham so'radik. Ancha yaxshi narsalar bo'lgan ekan, yaxshi narsalar qilgan ekanmiz. Darsliklar juda ham foydali bo'lgan ekan. Har kimdan farqli fikrlar chiqdi jamoat haqida. Ya'ni ba'zilariniki juda ham emotional edi. Ba'zilariniki masalan shunday hayotimda masjidni shunday ta'siri bo'ldi, darsni shunday ta'siri bo'ldi, siyratni mana bunday ta'siri bo'ldi, meni gunohdan uzoq bo'lishimga mana bu narsa sabab bo'ldi, masjidga yaqinlashishimga mana bu narsa sabab bo'ldi degan har bittadan farqli fikrlar chiqdi. Demakki, alhamdulillah bu darslarni ta'siri juda ham ko'p ekan. Balkim kelganda bildirilmayotgandir, lekin sekin bu insonga ta'sir qiladi. Vaqtiki siz darsdan kelib ma'naviyotingizni olasiz, ma'naviy charj bo'lasiz, undan keyin bu olgan narsangiz sizni bir ko'p narsadan muhofaza qiladi. Gunohlardan uzoq bo'lishingizga sabab bo'ladi. Savoblarga yaqin bo'lishingizga sabab bo'ladi. Sizga haftada bir marta bo'lsa ham oxiratni eslatadi. Sizga haftada bir marta bo'lsa ham o'limni eslatadi. Ya'ni hayotning haqiqatini va oxiratning haqiqatini siz bizga eslatadi bu darslar. Albatta shuning uchun bu darslarga kelish juda ham muhim. Meni uchun qancha muhim bo'lsa, sizlar uchun ham shuncha muhim, hurmatli birodarlar. Ya'ni bu oladigan darslaringiz, o'rganadigan ma'naviyotlaringiz bor-ku, bu sizni tashqarida muhofaza qiladi, zirh bo'ladi siz bizga. Bizni qo'riydi. Ya'ni bir gunohga duchor bo'lsangiz ham sizga esingizga nima keladi? Bitta hadis keladi. Sizga esingizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam keladi. Sizga esingizda sahobalar keladi. Ya'ni o'ylaysiz, aytasiz, men erta bir kun Rasululloh bu narsani man qilgandilar, qanday qilib yuzlariga qarayman deysiz. Ya'ni bunga o'xshagan narsalar bo'ladi, tasavvurlar bo'ladi. Meni hayotimda ko'p bo'ladi. Sizlarda ham mutlaq ma'noda sizlarda ham bu narsa bo'ladi. Inshaalloh bu darslarni yana davom ettiramiz. Bugun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotlarida, ya'ni siratni oxir darsini qilaylik deb aytyapman. Keyin sahobalarning hayotlari bo'ladi va yo boshqa mavzularda inshaalloh darslarni davom ettiramiz. Bizga qanday qaysi zarurroq bo'lsa, qaysi narsaga ko'proq ehtiyojimiz bo'lsa, hammasi muhim. Lekin qaysi ko'proq muhim, o'shani bizga hozirgi zamonda qaysi ko'proq muhim bo'lsa, o'shani inshaalloh ishlashga, dars qilishga harakat qilamiz. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam har bir inson kabi birinchidan u kishi ham inson edilar. Inson keyin payg'ambar. Alloh taborak va taolo har bir insonga, har bir nafsga o'limni bergan edi, Muhammad Mustafoga ham o'limni bergan edi. Alloh taborak va taolo inson bo'lishlari jihatidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga, ya'ni u kishiga ham bir ajal tayin qilgan. Chunki u kishi ham bir inson edi, sallallohu alayhi vasallam. Har bir jonliki kullu nafsin za'iqatul maut oyati kelgan edi-ku. Har bir jonliki o'limni tadadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham u sharbatdan ichishlari kerak edi. Va o'lim sharbatini Rasul akram sallallohu alayhi vasallam 63 yoshlarida Alloh taborak va taolo shunday taqdir qilgan edi. Vafotlari o'sha
63 yoshlariga to'g'ri keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hayotlarida, ya'ni vafot qilmaslaridan oldin vafot qilishlarini bildiradigan ba'zi hodisalar bo'ldi. Bulardan bittasi Makkaning fath bo'lishligi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkani fath qildilar. Makka fath bo'lgandan keyin Nasr surasi ham Makka fathidan oldin nozil bo'lgan edi. Makka fathidan oldin Nasr surasi nozil bo'lgan edi. Estaizu billah. Iza jaa nasrullohi wal fath. Ya'ni bir kun keladiki, bir zamon keladiki, Alloh taborak va taolo tomonidan nusrat keladi. Fatihlar keladi. Va ra'aytan nasa, ukun ko'rasanki yadkhuluna fi dinillahi afwaja. İnsanlar guruh shaklida Allohning diniga kiradilar. Uni ko'rasizlar. Fasabbih bihamdi robbika vastaghfir. Alloh taolo aytadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga o'sha kun bo'lganda, ya'ni Makkaning fathi bo'lgan vaqtida Allohga hamd aytganing va Allohga istig'for aytganing. Innahu kana tawwaba. U Alloh taborak va taolo gunohlarni kechiruvchidir. Bu oyat karima, bu sura nozil bo'ldi, Nasr surasi. Shunda sahobalardan ba'zilari yig'ladilar. Nima uchun? Bu hodisa, ya'ni insonlar dinga favj, guruh dinga kirishlari demakki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning vazifalarini tugayishiga to'g'ri kelyapti. Va yana bir oyati karima, bu oxirin haj bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bitta hajlari bor umrlaricha. Bir marta haj qilganlar. Bu esimizdan chiqmasin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir marta haj qilganlar va u ham hajjatul vada. Vado hajji deb aytiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vado hajjida 100 mingdan oshiq, tarix kitoblarida ham zikr bo'ladi, 100 mingdan oshiq sahoba ikrom bor edi u yerda. 100 mingta. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni 23 yillik nubuvvat davrida, payg'ambarlik 40 yoshlarida berilgan edi, 23 yil payg'ambarlik qildilar 63 yoshlariga. O'sha vaqtgacha 100 mingtadan oshiqroq inson iymon keltirgan edi va 100 mingta sahoba bor demak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga o'sha yerda shu oyati karima nozil bo'ldi. Bu Qur'oni Karimning oxiringi oyati. Qur'onni oxiringi oyati. Sirat darsiga kelganlar biladilar. Birinchi oyat nima edi? Nozil bo'lgan birinchi oyat. Iqra bismi robbikallazi xalaq. Xalaqal insana min 'alaq. Iqra va robbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bu qaysi sura? Alaq surasini 5 oyati. İlk 5 oyati biz Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga ilk vahiy olarak nozil bo'ldi. Qur'onning eng oxirgi nozil bo'lgan oyati Maida surasida keladi. Estaizu billah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Subhanallah. Hajjatul vada'da 100 mingdan oshiq sahoba ikrom bor. Hamma Rasulullohga ko'zim ham, qulog'im ham, jonim ham, tanim ham hamma tavajjuhini Muhammad Mustafoga qaratgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bu oyat nozil bo'ldi. Bu oyatni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'qidilar. Shunda sahoba ikromlardan bir ko'pi Hazrat Umar, Hazrat Abbas va bunga o'xshagan bir ko'p sahoba ikrom yig'lab juda ham ko'p yig'ladilar. Nima uchun? Bildilarki bu oxirin oyat. Bildilarki Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bundan keyin biz bilan birga bo'lmaydilar. Mana shuni sezganlari uchun
Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga sahoba ikromni judoyam muhabbatlari ko'p edi. Har bir gap gapirganlarida aytadilarki, onamiz, otamiz, oilamiz sizga fido bo'lsin ya Rasululloh. Doimo shu muhabbat bilan izhor etadilar o'z ichlaridagi sevgilarini. Sahoba ikrom Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ularga yatimlarga ota-ona bo'lgan Muhammad Mustafa dardi bo'lganga darmon bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni sahobasiga shunday edi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. U yerda shu oyat nozil bo'lganda hammasi yig'lab boshladi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Oyat Alloh taolo aytadi, al-yawm bugun akmaltu lakum senga dinini tamomladik, yakunladik dinini. Din mukammal bo'ldi. Dinda hech qanaqa kamchilik qolmadi. Alloh taolo oyatni nozil qildi. Va atmamtu alaykum ni'mati va ne'matimni senga yakunladim. Ne'matni, ya'ni din ma'noda, ummat ma'noda, senga islom ma'nosida senga ne'matlarimni ham tamomladim. Ne'matlarimni ham yakunladim. Va raditu lakumul islam dina. Sizlarga din olarak islom dinini berdim, dedi Alloh taolo. Subhanalloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu oyati karimani o'qidilar. Undan keyin u yerda mashhur vado xutbasi bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har bir mu'min vado xutbasini o'qish kerak, bilish kerak. Har bir mu'min, hatto masjidimizga vado xutbasi deb mana bu yerga yozib qo'yishimiz kerak. Ingliz tilidami, o'zbek tilidami, arabchami, nima bo'lishidan qat'iy nazar bu yerga yozib qo'yish kerak. Har bir mu'min Muhammad Mustafoni oxirin so'zlari, oxirin xutbalari nima bo'ldi? O'shani bilish kerak. Oxirgi nasihatlari ummatga nima bo'ldi? O'shani biz bilishimiz kerak, hurmatli birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ey insonlar dedilar sahoba ikromga. Bundan keyin balki siz bilan ko'rishishimiz mumkin bo'lmasa kerak. Balki bu oxirin muloqotimiz, balki sizlarga oxirin nasihatim deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 100 mingta odamga u yerda xitob etdilar. Vado xutbasini shunday o'zbekcha nima qilib chiqarib oldim, sizlarga o'qib beray deb. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hijriy 10-yil Zulhijja oyini 9-kuni Arafot tog'ida, tarixni bilib qo'yaylik. Hijriy 10-yil Zulhijja oyini 9-kuni Arafot tog'ida shu xutbani, vado xutbasini xalqqa xitob etdilar. Aytdilarki, Bismillahirrohmanirrohim. Ey insonlar, ya ayyuhan nas, so'zlarimni diqqat bilan tinglanglar dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Eshitinglar. Bilinglarki, men bu joyda sizlar bilan yana uchrashmasligim mumkin dedilar. Yana ikkinchi marhalada ey insonlar, ya ayyuhan nas, sizlarning jonlaringiz, mollaringiz, obro'laringiz sizlarga qanday muqaddas bo'lsa, boshqalar uchun ham shunday muqaddasdir. Nima degani bu? Vado xutbasida. Ey meni ummatim, ey musulmonlar. U yerda faqatgina u yerdagi insonlarga xitob bo'lmayapti bu. To qiyomatgacha ummati Muhammadning hammasiga xitob bu. Hatto musulmon, g'ayrimuslim hammaga xitob aytilgan. Ya ayyuhan nas deyilyapti. Ey insonlar. Har bir insonni
joni, moli o'ziga qancha ham shirin, o'zi molini, jonini qanday muqaddas deb biladi. Bilingki, boshqalarini ham joni, moli, ularni obro'yi, izzati, nomusi ular uchun ham shunday muqaddasdir. Birovga zulm qilayotgan vaqtingiz bilingki, sizga qanday shirin bo'lsa, jon unga ham shirindir. Mol sizga qanday shirin bo'lsa, unga ham shirindir. Birovni farzandiga aziyat va ozor berayotgan bo'lsangiz, bilingki, sizga farzandingiz qanday shirin bo'lsa, u ham o'sha insonni ham bir otasi bor, bir onasi bordir, buni unutmang. Birovni qiziga, birovni ayoliga, birovni onasiga agar badnazarlik qilayotgan bo'lsangiz, bilingki, o'sha insonni ham otasi bor, onasi bor, eri bor. Buni biling. Qandayki o'zingizga bo'ladigan nuqsonni xohlamayotgan bo'lsangiz, boshqasiga ham bu narsani ravo ko'rmang. Mana musulmon mana bunday yashaydi. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadis shariflari bor. Aytadilarki, musulmon u insoniki, mu'min u insondir ki boshqalar uni tilidan va qo'lidan amonda bo'lsa. Ya'ni musulmonning sifati, mu'minning sifati nima ekan? Tili bilan, qo'li bilan hech kimga zarar bermayotgan insonga mu'min, musulmon deb aytilayotgan. Subhanalloh. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nasihatlarini davom ettiradilar. Aytadilarki, kimnidir nohaq o'ldirmang, molini yemang, sha'nini kamsitmang dedilar. Bu juda ham muhim nasihatlar, hayotiy nasihatlar. Bularni yaxshigina bilib olaylik. Har bittamiz vado xutbasini ya'ni yodlashga harakat qilaylik. Rasululloh vado xutbasida nima deb aytgan edilar deganda, shuni bilishimiz kerak va hayotimizga tatbiq qilishimiz kerak. Va yana davom ettiradilar. Aytadilarki, ya ayyuhan nas, ey insonlar, bugungi kun, bu oy va bu shahar, ya'ni Makkani aytadilar, qanday muqaddas bo'lsa, sizlarning hayotlaringiz, mol mulkingiz ham Allohning huzurida shunday muqaddasdir. Alloh taborak va taolo qandayki Makka mukarramaga muqaddas deb aytgan bo'lsa, siz insonlarga ham shuncha Alloh taborak va taolo muqaddaslik bergan, agar siz muhofaza qila olsangiz. Bu shu degani bo'ladi. Va yana bitta muhim narsani davom ettiradilar. Aytadilarki, ey insonlar, sizlarga Allohning kitobi Qur'onni qoldirdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ketyaptilar, lekin insonlarga nasihat qilyaptilarki, sizlarga o'zimdan keyinga Qur'onni qoldirdim dedilar va sunnatimni qoldirdim dedilar. Kim Qur'ondan payraviy qilsa, Qur'onning orqasidan ketsa, unda u inson dunyoda va oxiratda saodatga erishadi. Ya'ni kimki bu Allohning ipi deb aytilgan Qur'on va sunnat. Qur'on va sunnatga Allohning ipi deb aytiladi. Kim shundan ushlasa, u inson adashmaydi. Bizning yo'limiz nima? Qur'on va sunnat. Shuni doimo shuni ushlab yuramiz. Shuni ushlab yursak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, adashmaysizlar dedilar. Va nasihatlarini davomida aytadilarki, ey insonlar, ayollarning sizni ustingizda haqqi bordir dedilar. Nasihatni eshiting. Bir ko'pimiz bilmaymiz. Ayollarning sizni ustingizda haqqi bordir va sizlarni ham ayollarning ustida haqlaringiz bordir. Demakki, Rasulullohning nasihatlaridan bittasi shu ekan, farzandlarimiz, ayollarimizni bizni ustimizda haqqi bor ekan. Biz o'shalarning haqqini ado qilmayotgan bo'lsak, unda erta bir kun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizdan so'raydilar. Alloh taborak va taolo bizdan so'raydi. Biz mas'ul bo'lamiz.
va bizning ham ayollarni ustida haqqimiz bor ekan. Ya'ni erni xotinni ustida, xotinni erni ustida haqqi bor demakdir. Shuning uchun har bir inson o'shani haqqiga rioyat qilishi kerak. Men erkakman, menda hamma narsa joizdir, hamma narsani qilishga meni haqqim bor degan bir so'z islom dinida yo'qdir. Erkakni ham o'zini vazifasi, haqqi, huquqi bordir, ayolni ham o'zini vazifasi, haqqi, huquqi bordir. Ya'ni erkak ayolga ustun emas, ayol erkakka ustun emas. Ustunlik faqat taqvodadir. Kimi ayollar bordirki, misli Robiatul Adaviyada avliyolik darajasiga yuksalgandir. Qur'onda ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa oyati bor. Erkaklar ayollarga ko'ra nisbatan qaviy, kuchli yaratilgan. Ayollarga. Lekin bu kuchlilik qaysi ma'noda? Ayolni urish, so'kish, boshqa narsa qilish ma'nosida emas. Kuchli bo'lishligi, ya'ni vazifador bo'lishligiga, ayoldan muhofaza qilishligiga, bola chaqqasini qo'rishligiga, nomusini qo'rishligiga, ishlab kelib pul topish, boshqa narsalarni qilish uchun Alloh taborak va taolo erkakni kuchliroq qilib yaratgan. Kuchli qilib yaratgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu yerda sizni bizlarga, ummatga shu nasihatni aytadilar. Ayollarni erkakni ustida, erkaklarni ayolni ustida haqqi bor. Har bittang haqqiga rioyat qiling dedilar. Va sizlarga ayollar omonatdir dedilar. Bildingizmi? Rasulullohning oxirgi so'zlaridan bittasi nima? Ayollarni erkaklarga omonat qilib ketganlar. Subhanalloh. Opa-singillar, onajonlar, yaxshi bilinglar. Sizlar Rasulullohning omonatisizlar. Sizlar Rasulullohning omonatisizlar. Ammo sizni o'ylab shu narsani aytib ketgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni qanchalik sevasiz, qanchalik sunnatiga amal qilasiz, uni ham opa-singillar o'zlariga bir savol berib o'ylab ko'rishlari kerak. Rasululloh ma'ni 1400 yil oldin bizni o'ylab gapirib ketganlar. Biz nima qilyapmiz Rasululloh uchun deb o'zimizga savol berishimiz kerak. Bu albatta opa-singillar uchun aytayapman bu narsani. Alloh taborak va taolo Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bu oyatni nozil qilganidan keyin mana shu nasihatlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Yana oxirgi nasihatlardan bittasi ham shu edi. Aytdilarki, ey insonlar, ya ayyuhan nas, hammalaringizni otasi kimdir? Odamdir, Hazrati Odam. Hammangni otang birdir. Ey insonlar deyaptilar. Hammalaringizni otasi birdir, ya'ni kim? Odamdir. Arabning ajamga, ajamning arabdan, xo'p, qora tanlining oq tanlidan, oq tanlining qora tanliga ustunligi yo'qdir. Ustunlik faqat taqvodadir. Hujurat surasi: Inna akramakum indallohi atqakum. Ayol bo'ling, erkak bo'ling, farqi yo'q. Qora bo'lsin, oq tanli bo'lsin, ko'k tanli bo'lsin, nima bo'lishidan qat'iy nazar. Allohning nazdida, Allohning oldida ustunlik faqat taqvodadir. Kimda taqvosi ko'p bo'lsa, o'sha inson Allohga yaqindir. Buni ham esdan chiqarmaylik. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Mening ummatim bo'linglar. Janjoldan, urushdan uzoq turinglar, yiroq bo'linglar" dedilar. Hammalaringiz Allohning bandasi sizlar. Bir-biringizga birodar bo'linglar. Yana Hujurat surasi: Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum. Mu'minlar faqat bir-birovlarining birodaridir. Oralaringizda sulhni barpo qilinglar.
Bu oyat karima bizga shuni anglatadi, o'rgatadi, hurmatli birodarlar. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ya ayyuhan nas, ey insonlar, men sizlarga risolatni yetkazdimmi?" deydilar. 100 mingta sahoba bor. Ey insonlar, men sizga risolatni, payg'ambarlik vazifasini olib keldimmi? Allohning yuborgan Qur'onini, Allohning payg'amini sizga yetkazdimmi? deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'raydilar. U yerda sahoba ikrom aytadilarki: "Ha ya Rasululloh. Ha ya Rasululloh" deb javob beradilar. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam barmoqlarini osmonga ko'tarib aytadilarki: Ya Rob, sen shohid bo'l, sen guvoh bo'l." O'shancha insondan guvohlik oladilar, qabul qiladi ular. "Ya Rasululloh, siz risolatni olib keldingiz" deb ular qabul qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kimni guvoh tutadilar? Alloh zul jalolni. "Ya Rob", osmonga qo'llarini ko'tarib, "Ya Rob, sen guvoh bo'l" deydilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Vado hajji tugadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot etmaslaridan oldin, ya'ni hijriy 11-yil Rabiul Avval oyini 12-kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'sha dushanba kuni vafot etgan kunlari. Undan oldin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qattiq kasal bo'ladilar. Isitma kasalligi. Juda ham qattiq boshlari og'riydi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni. Necha kunlar shu bosh og'rig'i bilan, isitma bilan, shunaqa ahvollari yomon bo'ladiki, ba'zi kunlarda masjidga borishga majol qolmaydi. O'rnlaridan tura olmaydilar. Unda shu ba'zi kunlarda Hazrat Abu Bakr Siddiqga aytadilarki, namozni siz o'qib bering deydilar. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qattiq kasal bo'lganlarida, imomat qilishga majol bo'lmaganida imom bo'lib namozni o'qib berganlar. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 63 yoshlarida hijriy 11-yil Rabiul Avval oyini 12-kuni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dushanba kuni vafot qildilar. Milodiy yil 632. 8-iyun deb aytadilar. Vallohu a'lam, shunga to'g'ri kelayotgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni o'lgan, vafot qilgan kunlari. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Hazrat Oysha onamizning uylarida. Hazrat Oysha onamizning uylarida juda ham qattiq kasallar. Masjid Nabaviyni, mana bu yer masjidning yonida Hazrat Oyshaning uylari. Hozirgi dafn bo'lgan joylari o'sha yer. Hazrat Oyshaning uylari o'sha yer. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam boshqa ayollaridan ruxsat oladilar. Aytadilarki, menga ruxsat. Men oxirin damlarimni Oysha bilan o'tkazishni xohlayman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Oysha onamizning uylarida bo'lishni xohlaydilar. Albatta Rasululloh hamma ayollarini yaxshi ko'radilar, lekin Hazrat Xatija onamiz-ku birinchi ayollari, unga bo'lgan muhabbatlarini sizga men tavsif qilsam, hozir bitta kitob yozsangiz bo'ladi. Shunaqa muhabbatlar bo'lgan. Vafot qilib ketganlaridan keyin yillar bo'yicha Hazrat Xatija radhiyallohu anhuni yod etib, hatto Hazrat Xatija onamizga bo'lgan muhabbatlaridan tufayli o'sha Hazrat Xatija onamizni yaqinlariga, o'sha dugonalariga shunaqa chiroyli muomala qilganlar, ya'ni sizlar meni Xatijamdan qolgan nishonasizlar deb. Shunaqa vafo
timsoli bo'lganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Undan keyin ham keyingi ayollarini ichida eng ko'p sevadiganlari hammasini sevadilar, lekin muhabbat ko'proq bo'lgan Hazrati Oysha onamizga juda ham yaxshi ko'radi. Chunki Hazrati Oysha onamiz haqiqatan fiqhni borku, bir ko'p hadislar, fiqhiy mavzular Hazrati Oysha onamizdan kelgan. Alloh rozi bo'lsin. Ya'ni ummat ayollarining, mu'min ayollarining onasi, hatto mu'minlarning onasi, ummul mu'minin Hazrati Oysha Siddiqa radhiyallohu anha, olima, yozishni, o'qishni biladigan va ilm juda ham ko'p edi, kuchli edi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan shuncha yil o'tkazdilar. O'sha paytda ko'p narsalar o'rgandilar. Hadislarni, fiqhiy mavzularni bir ko'pi Hazrati Oyshadan bizga kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shuncha muhabbatlari ko'p edi-ku. Sahobalar bir kun so'radilar: "Ya Rasululloh, kimni ko'p sevasiz?" dedilar. Insonlar ichida kimni ko'p sevasiz deb savol berdilar. Unda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Oyshani dedilar. Bu yerdagi sahobalar aytdilarki, "Ya Rasululloh, mani qasdim, maqsadim, ya'ni erkaklardan kimni ko'p sevasiz?" deb so'radilar. Undan keyin Rasulullohning javoblari aytdilar, shu bo'ldi, Oyshaning otasini dedilar. Ya'ni ikki tomondan ham o'sha yerga muhabbatni olib bordilar. Juda ham ko'p yaxshi ko'rar edilar Hazrati Oysha onamizni. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrati Oysha onamizni uylarida o'sha tizzalariga boshlarini qo'ygan holatda o'sha yerda ruhni taslim qildilar. Ruhni taslim qilmasdan oldingi bo'lgan hodisani sizga bayon qilib beray. Hazrati Azroil keldilar. Hazrati Azroil jon oladigan farishta. Ya Rasululloh. Ba'zi rivoyatlarda inson sifatida keldi. Bir sahoba suratida keldi. Eshik taqilladi. Kim falon? Kim? Azroil. Muxtalif rivoyatlar bor. Hazrati Azroil keladilar, so'raydilar: "Ya Rasululloh, ruxsat bormi ichkariga kirishga? Xona-i saodatga, huzuringizga kelishga ruxsat bormi?" Subhanalloh. Hech kimga bunaqa so'ralib kelmagandi. "Ya Rasululloh, ruxsat bormi kelsam?" deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelishga ruxsat berdilar. Hazrati Azroil keldilar. "Ya Rasululloh, vaqt tugadi. Vaqt tugadi. Vaqt tugadi, lekin Robbingizni sizga salomi bor. Xohlasangiz sizga ruxsat bor. Xohlasangiz sizni yashashingiz mumkin. Siz 1000 yillik hayot desangiz sizga beriladi. Lekin ikki narsa bor. Biri dunyo bor, biri u yoqda sizni kutganlar bor. Nima deysiz ya Rasululloh? Hazrati Azroil. O'sha paytda Hazrati Jibril alayhissalom keldilar. Hazrati Jibril alayhissalom kelib aytdilarki, ya Rasululloh, Alloh taolo sizni diydoringizga mushtoq. Malaikalar sizni ko'rishga mushtoq. Payg'ambarlar sizni ko'rishga mushtoq. Ruh olami Muhammad Mustafa keladi deb hamma sizga u yerda mushtoq, muntazir, intizorda. Xohlasalar Alloh taolo 1000 yil umr desalar Alloh taolo berardi. Ya Robb, meni qiyomatga yashat desalar Alloh taolo berar edi.
Lekin nima dedilar? Oxirin so'zlari shu bo'ldi. Bal rafiqul a'la. Bal rafiqul a'la. Bal rafiqul a'la. Shuni bilan jon taslim qildilar. Yo'q, menga dunyo kerak emas. Menga rafiqul a'la kerak. Rafiq eng katta do'st demak. Rafiqul a'la. Eng chiroyli, eng katta do'st. Eng katta do'st kim? Alloh jalla jalaluhu. Alloh tabaraka va taolo shuning muloqotga Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni muloqot qilishga Alloh tabaraka va taolo mushtaq, muloqot qilishni xohlaydi. Habibim bo'ldi, dunyoda ko'rgan zajring bo'ldi. Bo'ldi shuncha dunyo ahlidan tortgan azobing. Endi kel. Alloh taolo Hazrati Jibrilni jo'natadi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Hazrati Azroilga aytadilarki, bal rafiqul a'la. Menga dunyo kerak emas. Menga rafiqul a'la kerak. Eng katta do'st, eng yaxshi do'st kerak. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam jonlarini taslim qiladilar. Vafot qilgan vaqtlarida Hazrati Abu Bakr Siddiq keladilar. Hazrati Muhammad sallallohu alayhi vasallamni yuzlarini ochib shunday qaraydilar. Ya Rasululloh, siz hayotda ham chiroyli edingiz, vafot qilganingizda ham chiroylisiz. Siz har holingizda chiroylisiz ya Rasululloh dedi. Hazrat Umar sahobalarning ichida eshitiladi, Muhammad sallallohu alayhi vasallam vafot qildi. Eshitiladi, hamma mahzun yig'laydi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ishonmaydilar. Payg'ambarimiz vafot qilganiga ishonolmaydim. Men ishonmayman. Hazrat Umar bilasizlar, juda ham jalolli inson edilar. Qilishni shunday chiqaradilar, aytadilar. Kim Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'ldi deb aytsa, o'shani kallasini uraman dedi. Hazrat Umar shundaqa ishonmaydilar bu narsaga. Yana Hazrati Abu Bakr Siddiq sahobaning ichidagi bu narsani ko'radilar-ku. Siz tushuning, o'ylab ko'ring. Ya'ni shunday ozgina tasavvur qiling. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning davrlariga o'zingizni olib boring. Siz umringizni Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan 50 yil, 60 yil umringiz bu yerda o'tgan birga. Qancha diniy xizmatlarni qilgansiz. G'azvalarda deysizmi, jihodlarda deysizmi, birga yurgansiz. Boshingiz og'risa kelasiz ya Rasululloh deysiz. Tishingiz og'risa kelasiz ya Rasululloh deysiz. Boshqa narsangiz bo'lsa kelasiz ya Rasululloh deysiz. Xalq shuncha muhabbati oshgan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga. Subhanalloh. Biz 1400 yil, 1400 yildan keyin siz u bizdagi bo'lgan alhamdulillah Muhammad sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatimiz shunchalik darajada bo'lsa, siz u yerda birga yashagan sahobani qanday qilib tasavvur qila olasiz? Sahobalar hammalari juda ham mahzun, juda ham g'amgin, hamma yig'laydi. Hazrat Umar jalolli kim o'ldi desa boshini uraman, qilichini qo'lga olgan. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu keladilar. Kelib shu oyatni eslatadilar. Innaka mayyitun va innahum mayyitun. Innaka mayyitun va innahum mayyitun. Alloh taolo shu oyatni payg'ambarimizga aytgan edi. Sen ham o'lasan. Va innahum mayyitun. Senga zulm qiladiganlar ham o'ladi.
Bu zolimlariki bugun dunyoda zulm qoni qaynatadi. İnsonlarning qonlarini daryo kabi oqitadi. Bular nima deb o'ylaydi? Bular o'lib ketdi, biz abadiy yashaymiz debmi o'ylaydi? Yo'q. Hammasi nobud bo'ladi. Kun keladi, bulardan asar ham qolmaydi. Innaka mayyitun va innahum mayyitun. Dunyo hech kimga qolmaydi. Agar qolishi kerak bo'lsa edi, Muhammad sallallohu alayhi vasallamga qolardi. Forslarda juda ham chiroyli bir she'r bor. Agar dunyo bakas poyanda mi bud, Muhammad to qiyomat zinda mi bud. Agar dunyo biroviga qoladigan bo'lsa edi, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam qiyomatgacha qolar edilar. Muhammad Mustafaga qolmagan dunyo hech kimga qolmaydi. Bugungi bu zulmni qiladiganlar, ular ham o'lib ketadi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Hazrat Abu Bakr Siddiq kelib sahoba ikromga shu oyatni o'qidilar. Alloh taoloni oyati bu. Alloh o'lasan deb aytgan, o'ldi. Yana bir oyat: "Va ma Muhammadun illa rasul." Muhammad sallallohu alayhi vasallam bir payg'ambardir. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Undan oldin ham payg'ambarlar kelgan. Afa immata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum. Alloh taolay aytadiki, ular boshqa payg'ambarlar ham kelgan edi. Agar san o'lsang va yo o'ldirilsang, sani orqangdan keladiganlar uchun aytadi. Aw qutilan qalabtum ala a'qabikum. Orqasidan kelayotganlar. Va man yanqalib ala aqibayhi. Unda orqaga qarab ketasizlarmi dindan yuz o'girib? Agar shunday qilsanglar, falan yadurrulloha shay'a. Alloh taolaga hech qanaqa zarar bermaysizlar-ku. Bera olmaysizlar. Alloh nimaga muhtoj? Hech narsaga. Musulmon bo'lsak, yutuqda bo'lgan bizmiz. Alloh xohlasa kun fayakun. Tasavvur qiling, shu kichkina dunyoni ichida shuncha millionlarcha mahluqotni ichida bir mahluqsiz. Biz insonlar shunday bir mahluqmiz. Nimaga takabbur, g'ururimiz bor? Dunyoni boshqaraman deb bugungi vahshatni dunyoga barpo qilgan insonlar ozgina aql etib, ozgina tafakkur qilsalar, biladilar haqiqatning nima bo'lganligini. Hazrat Abu Bakr Siddiq kelib bu oyat karimalarni o'qidilar. Keyin o'sha yerdagi insonlar va Hazrat Umar ozgina to'xtashib bu narsalarni bas qildilar. Lekin sahoba ikrom ichida yana hamma huzunli, hamma mahzun edi. Hazrat Oysha radhiyallohu, Hazrat Xadija onamiz, Hazrat Fatima onamiz, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qizlari: "Ya Rasululloh, sizdan keyin endi Hazrat Jibril kelmaydi. Endi Jibril kelmaydi ya Rasululloh" dedilar. Hazrat Ali karramallohu vajha yig'lab yuzlarini yopib juda ham ko'p yig'ladilar. Ya'ni sahobalar uchun bugun bir qiyomat bo'lgan edi. Juda ham mahzun. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni janoza marosimlari bo'lmasdan oldin yuvish kafanlash marosimiga, o'sha yuvish kafanlashiga Hazrat Ali karramallohu vajha, Hazrat Abbos amakilari bo'ladi. Hazrat Ibn Abbos va yana bitta o'g'illari bor edi, u kishi va yana sahobalardan oldindan qul bo'lgan bitta sahoba bor edi. Shu kishilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni
yuvib kafanladilar. Janoza namozi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam janoza namozlarini imom bo'lib janoza namozi o'qilmadi. Nima uchun? Sababi shu. Chunki u vaqtgacha Rasulullohdan keyin Rasulullohning mehroblariga hech bir inson imom bo'lib tayin bo'lmagan edi. Bu masalalar juda ham jiddiy. Hazrat Abu Bakr Siddiq payg'ambarimiz kasal bo'lgan vaqtlarda o'tib namoz o'qib berdilar. Lekin o'sha jasorat yo'qki, o'tib imomlik qilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning janozalarini o'qisinlar. Keyin shunday bo'ldiki, guruh shaklida borib har kim janoza namozi o'qidi. Masalan, oldindan Qurayshliklar, keyin boshqalari payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ahli baytlari, yaqinlari birinchidan janoza namozini o'qish, keyin Hazrat Abu Bakr Siddiqlar, undan keyin boshqa, ya'ni hamma guruh shaklda borib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janoza namozlarini o'qidilar. Va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning vasiyatlariga ko'ra payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Hazrati Oysha onamizning xonalariga, uylariga, o'sha yerga dafn qilindilar. Madinaga borsangizlar, ko'rasizlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu yerda yotganlar, yonlarida Hazrat Abu Bakr va bu yoqlarida Hazrat Abu Bakrning yonlarida Hazrat Umar radhiyallohu anhu yotganlar. Uni inshaalloh Hazrat Abu Bakr va Hazrat Umar darslarimizda inshaalloh u hodisalarni sizlarga aytib beraman. Bugun Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning dafnlari bilan aloqali mavzu bo'lgani uchun qisqaroq qilib o'tamiz inshaalloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha yerga xona-i saodat uyi deb aytilgan Hazrat Oysha onamizning uylariga dafn qilinadilar va Hazrat Oysha onamiz bu yerda payg'ambarimiz dafn bo'lganlar, keyin bu yoqda Hazrat Oysha onamiz yashaganlar, umrlarini bu yoqda o'tkazganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vafotlaridan keyin xilofat davri bo'ladi. Ya'ni payg'ambarimiz vafot qilganlardan keyin ko'radilarki, endi janozada shunday voqea ham bo'ladi. Shunda bir voqea bo'ladiki, Makkaliklar, Makka ahli payg'ambarimizning janozalarini Makkaga olib ketmoqchi bo'ladi. Madinalilar aytadilarki, yo'q, biz ruxsat bermaymiz, olib keta olmaysiz. Rasulullohning onalari Madinali edilar. Ya'ni siz u yoqdan otalari u yoqdan bo'lsa ham onalari bu yoqdan degan ma'noda shunaqa narsalar chiqadi. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'z hadislari bor. Janoza qayerda masalan favot bo'lgan bo'lsa o'sha yerga ko'milish kerak va bunga o'xshagan narsalarni aytadilar va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Masjid-i Nabaviyda o'sha o'z vasiyatlariga ko'ra Hazrat Oysha onamizning uylariga, xonalariga dafn qilinadilar. Inshaalloh borsangizlar, ziyorat qilsangizlar, ko'rasizlar. Bir ko'plaringiz Makkaga, Madinaga borgansizlardir, umraga borgansizlardir. Inshaalloh Alloh taolo, men juda ham ko'p xohlayman. Men ko'p bordim. Makka, Madinaga umraga juda ham ko'p bordim. Juda ko'p kishilar bilan bordim. Ya'ni meni duom doimo shu, inshaalloh bu yerdagi Chicagodagi o'z jamoatim bilan ham Alloh taolo borishligini, barha bo'lishligini nasib qilsin. Bu yerga borib inshaalloh sizlarga u yerdagi ko'z bilan ko'ra olmaydigan narsalaringizni sizlarga ko'rsatishni, ya'ni juda ham ko'p xohlayman. Boshqacha bo'ladi inshaalloh. Xuddi o'sha zamon davrini yashaganday bo'ladi. Siz u yerdagi binolarni ko'rmaysiz keyin. U yerdagi boshqa narsalarni ko'rmaysiz. Tamoman Muhammad sallallohu alayhi vasallamning davrlarini yashashingiz kerak, shunday borish kerak. Uning uchun oldindan yaxshi o'qib borishingiz kerak. Alloh taolo hammamizga eng qisqa vaqtda borishligini nasib qilsin. Alloh taborak va taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning shafaatlariga noil bo'lishlikni nasib qilsin. Alloh taborak va taolo dunyoda qanchayamki umrimiz bor bo'lsa,
sunnatga muvofiq, Qur'onga muvofiq yashashni hammamizga nasib qilsin. Va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin bi rahmatika ya arhamar rahim. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khayr.